Jamoat joyi. Muammo. Na. Men bor edi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda mega skidkaga tushgan, ya'ni Mi brendidan bo'lgan mahsulotlarimizni ayrimlarini sizlarga ochib obzorini qilib beramiz. Xo'p, bizda mana shunaqa original Mi naushniklarimiz, issiq va sovuq suv uchun mo'ljallangan krujkalarimiz va ajoyib gift box ham bor. Gift boxni oxirida ochamiz. Birinchi bo'lib, demak, Men bunda boshlab bera qolaman. Naushnikimizni o'zini birgalikda ochamiz. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim. Nima deb o'ylaysiz? Bu naushnikda neobычный narsalar bormi? Menimcha bor. Noodatiy. Menimcha emas, aniq bor, chunki men o'z xarakteristikasini o'qib olganman. Ha, yo'q. Qani unda obunachilarga bitta aytib o'tsangiz? Xo'p. Asosiy fishkalardan biri bu naushnikda 3 ta mikrofoni bor bu naushnikga va AI funksiyasida har xil shovqinlarni, ko'chadagi shovqinlarni ancha pasaytirib beradi maksimal darajada. Na. Shunaqa fishkasi bor. Ya'ni ko'chada sizga kimdir telefon qilib qolsa, siz bilan gaplashayotgan odam shovqin bo'lsa, shovqinni eshitmaydi, ya'ni shovqinni kamaytirib beradi AI funksiyasi va ovozingiz tiniq, ravon gaplashayotgan odamingizga yetib boradi. Xo'p, naushnikimizning upakovkasini ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa xishamgina, juda ham Keyin yopib qo'yaman. zo'r ishlashgan. Xo'p, naushnikimizni buni hozir birgalikda ochamiz. Wow, kitob stilida qilingan ekan. Yo'q, kitob emas ekan. Ochilishi bari kitobga o'xshaydi. Xo'p, naushnikimizni Demak, siz oq rangini ochdingiz hozir. juda, men oq rangini ochdim, chunki oq rang juda ham chiroyli baxshlangan. Qani, ushlab turing. Ana. Mana shunaqa dokumenti ham bor ekan. Dokument, yo'riqnoma. Vau. Bu yerda xitoychasi yozilgan. Kачествоsi ham boshqacha ekan lekin iroda. Xo'p, o'rtoqlar, mana upakovkamizda bitta naushnikimiz chiqdi, lekin zaryadkasi afsuski chiqmadi. Zaryadkani o'zingizlar alohida sotib olasizlar yoki-da o'zingizda Type-C portinglar bo'lsa, bemalol o'zingizlar zaryadkalarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda mana Type-C port, Type-C orqali zaryadka qila olasizlar. Xo'p, yoqib ko'rish kerak menimcha buni. Juda ham yumshoq. Tepasi mana koja uslubida, koja sifat. Bu yerda mana tepasida koja sifat yoki koja mana qoplamasi bor ekan va undan tashqari qulog'ingizga taqqanda mana bu yumshoq joylari ham yarashdi. ovozingiz realni zo'rg'a ishlayapti. Rostdan. Bu hali yoqqanim yo'q, yoqsam shubha podavlение yoqsam aysh ekanda, ya. Больницаga tushib qolganingizda miyangiz o'chadi, jiddiy bo'ladi-yu. Xudoning naushnik taqanchidan keyin hech komaga yoki-da operatsiya bo'lganmisiz? Bo'lganmi? Bo'lganmisiz? Bo'lganingizda ani jimjit bo'ladi-da, odamlar gapirayotgani ani sizga uzoqdan takoy anaqa bo'lib, nima deydi? Shovqinsiz anaqa bir bola bo'lib eshitiladi. Shunaqami? Shunaqa. Hop, o'rtoqlar, hozir biz bitta o'yin o'ynaymiz. Siz bilan iroda naushnik taqinglar va bularga men ikkita, uchta gap aytaman va nima deganimni labim orqali yoki eshitishga harakat qilib, nima deganimni aytib berishlar kerak bo'ladi. Men uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Qani bo'lmasa, boshladik. Jamoat joyi. Muammo, samo. Vo. Degan faqat tushunilyapti. Muammo. Avtobus. Avtobus? O, da. Jamoat joyi. Avtobus. Jamoat joyi. Transport. Qarang. Jamoat joyi. Jamoa. Joyi. Joy? Da. Jamoa joy? Jamoat joyi? Da, topdilar. Birinchisi yutdingiz. Da. Yana? Da, endi siz menga qilasiz. Smartfonlarga 10 yil kafolat. Pavlovskiy. Smartfonlarga 10 yil kafolat. Smartfonlarga 10 yil kafolat. Men yutqizdim. Nima dedingiz? Smartfonlarga 10 yil kafolat. Xullas o'rtoqlar, men yutqizdim. Shu joyidan ham bilsanglar bo'ladi, naushnikka va shu gap yo'q. Eshitib ko'rsanglar 8 da effektini beryapti.
Da. Sizlarga tavsiya etaman, qani bo'lmasa bunda boshqa tovarimizga bemalol o'tsak bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri issiq suv, qaysi biri sovuq suvniki? Issiq suv. Qattan bildingiz. Chunki pakovkasini nima qo'ygan. Ko'rib oldingiz. Da. Mayli. Paploga chiqarkan sinib qolmasligi uchun. Menimcha bu uncha-munchaga sinmaydi bular. Nima deysiz? Da. Xullas o'rtoqlar, meniki mini termos, mana bu o'z tagidan yozib qo'ygan ekan. Bu o'zi asaldan kofe solib ichishga mo'ljallangan ekan. Xo'p, 4-5 soat bemalol suv ushlab berishga loyiq va ichida shunaqa instruksiyasi bor ekan. Coffee cup, not for sale degan yozuvlar. Ishxonaga yoki ofisga olib yurishga juda ham udobli deb bilaman. Kompaktni. Ayniqsa ertalabdan ketadi-yu amerikanolar qolib. To'ppa-to'g'ri. Cappuccino. Xo'p. Meniki bu ham 450 ml-gacha ekan. Bu bilasizmi, men bu fitnessga chiqqanda maxsus suvlar qilishadi-yu. Limonli, shunga o'xshagan suvlar. Ham bu nasatkasi bor ekan, ichiga limon solib turib, suv quyib turib. Bu asalni qizlar uchun ekan. O'rtoqlar, bu meni o'g'il bola uchun. Eng oxirgi kulminatsiya bu Box. gift box. Oling. Hop, oling. Mana. Hop, ochamiz. Wow. Super. Bular mana qizlarga kerak bu narsa. Mi shopper. Xo'p, bu yoqda bizda Bizda buni ko'rishsa shekilli, menimcha ochib ko'rish shart emas. nima bu endi? Kofe uchun. Airbag phone holder. Buni men joyiga olib qo'yaman. Vo. Mana shunaqa shopperimiz bor. Buni ochib turib, bu yog'ini ochib turib, smartfoningizni orqasiga chiq yopishtirasiz va mana shunaqasiga ko'tarib yursangiz bo'ladi smartfoningiz. Ajoyib narsa ekan. Shunday. Oling ekansan. Boksimizda demak, shopper, termokrushka va smartfonimiz uchun holder. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, podpiska bilan like bosh eslardan chiqib qolmasin. Obzorimiz yoqdi degan umiddamiz. Mana shu barcha mahsulotlarni mega skidkada opeshop.uz saytidan xarid qilsangiz bo'ladi. Mahsulotlarimizning soni cheklangan. Hoziroq xarid qilishga ulgurib oling. Hammaga xayr, rahmat.